Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsimiz aytilgandek, bookmapda asosiy ekran va indikatorlar haqida bo'ladi. Ularni qo'shish, ulardan foydalanish. Xo'sh, bookmapda asosiy ekran shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Asosiy narx, narxda tarixi. Bookmapda mana avvalgi likvidatsiyalarni ham ko'rsa bo'ladi. Bundan ko'pchiligi xabari bor. O'ng tarafda order likvidlikni hajmi ko'rinib turadi. Mana bu yerda delta SVP deyiladi, bu deltasi bo'ladi. Ya'ni mana shu narx, misol uchun 4358 narxda 291 kontraktda bitim amalga oshirilgan. Mana diagramma ko'rinishida qanchasi boyga, qanchasi selgalik ko'rinib turadi. Pastda ham qo'shimcha indikatorlar bu raqamlarda ko'rinib turadi. Grafik shaklda ham xuddi shu narsa mana bu yoqda grafik shaklda ko'rinib turadi. Ikkalasi bir xil. Endi bir xiliniki bir xil. Misol mana bu yerda imbalans bo'lib turib, bu yoqda bo'lmasligi ham mumkin. Mana nastroykasi. Mana bu grafikniki, mana bu speedometer deymiz endi. Например, shu narsaniki. Bu yerdan mana bu likvidni kuchliligi yoki kuchsizligini boshqarsa bo'ladi. Mana bu oxiriga qo'ysa, oxirgilashgan sari kuchsizlik likvidlar yo'qoladi ekrandan. Qancha ko'targan sari mana eng mayda likvidlar ham ko'rinishni boshlaydi. Mana eng maydasi. Katta likvidlar juda to'qqizil rangga kiradi. Menga shu qulay. Bu order book, bu volume, bu ham narxni qaysi taraf kuchliligini ko'rsatib turadi. Ayni vaqtdagi bu soniyalarda o'zgarib ketishi mumkin. Bu ko'pincha yangilik vaqtlari yaxshi ishlab yuradi. Bookmapda asosiy ekran bo'yicha shu o'zi unchalik ham katta mavzu emas. Ko'p gapiradigan. Indikatorlar qo'shishga kelsak, mana bu yerdan configure addonsdan qo'shsa bo'ladi. Meni indikatorlarim shular, o'zim foydalanadigan indikatorlarim. Mana Manager addonsda bosib, bookmapni o'zini indikatorlarini yuklab olsa bo'ladi. Mana installni bosamiz. Install bosgandan keyin mana tepaga download yuklaydi. Menga bu kerak emas. Tepaga chiqib qoladi. Bu yerda mana bu yoqda ko'rinadi. Keyin galochkani qo'ysak chiqadi. Bu menga kerak emas hozir. Shunaqa. Mana pastda mana bu indikator nomi, bu versiyasi. Adashmasam pulliklari ham bo'lishi kerak edi. Bu o'ziniki tekin indikatorlar. Mana bu yoqda ekan pulliklar. Bu yerda pullik indikatorlar. Bularni obunasini sotib olish kerak. Bular ham arzon turmaydi, ancha qimmat. Xo'sh, endi indikatorlar mana bu TTV Finder indikatorlarini bu yerdan qo'shib bo'lmaydi. Bularni qo'shish uchun alohida fayl olinishi kerak TTV Finder saytidan. Shunda qo'shsa bo'ladi. TTV Finder indikatorini
Bu yoqqa qanday chiqarish mumkin degan savolga mana add tugmasi bor, shuni bosamiz va mana ttv Windows professional papkamda ttv jar fayl turibdi. Mana shu jar faylda открыт'ni bossak, buni tanlab ikki marta bosamiz. Mana ttv analiz pro, ttv analiz farqi yo'q. Analiz pro ikkalasi ham bir xil narsa ko'rsatadi. Mana qo'shildi ttv analiz pro. Buni yoqib qo'ysak, xo'sh, mana bu yerda grafiklar ko'payib qoldi pastda. Bu men uncha ishlatmayman, menga kerak emas, shuning uchun o'chirib qo'yaman. Buni nastroykasi mana bu yerdan bo'ladi. Ko'pchilik qiziqadigan indikator mana iceberg order, hidden orders. Mana bu mening iceberg orderlar bo'yicha nastroykam. Shu shaklda iceberg orderlar menga ko'rinadi. Mana iceberg orderlar 107 kontraktda. Mana bu kutilayotgan iceberg order. Mana bu sariq liniya chiziq. Mana 29 minut